Dünyanın qayerda bo'lmasin, muhabbatsiz turmush bo'lmaydi. Turmush azaldan muhabbatning ochiq va yepiq sahnasi bo'lib kelgan. Shunga erkin muhabbat ujuq turilgan, ayollarga tikilib qarash gunoh sanaladigan mush mo'tivar zimindimi muhabbat yanala o'z rolini o'ynamoqda. Akbar bu kunlarda Vadi Patimaga kunda kelishni, har kelganda marlab bo'lsa-mu Habzini ko'rib olishni orzu qilardi. Bu qizni ko'rsala badani lappada o't elib ko'ygandek va bu o't uni ajoyib shirin hissiyotlarga cho'mdirgandek bo'ladi. Akbar yarim oy ilgari nihoyat tinch va xotirjam edi. Muhabbatning halovati va mushaqqatini bilmaydi. Habzi bilan uchrashgandan keyin hamma ish o'zgardi. Akbar o'zini boshqacha bir dunyodagidek his qiladigan bo'lib qoldi. Ilgari his qilib baxmagan bir turli baxtning g'oyibona nozik barmoqlari uning yurak torini ostig'ini chekmoqda edi. Lekin Akbar Makkadan alohida mush qizga atab elib chiqqan xalxalni hozirgacha berolmay ichki tittiq bo'lib yuradi. U Habzini osh tunji qidirmoq qilishdan keyin yana bir necha qitim ko'rdi. Lekin uni zodila yolg'iz uchrata olmadi. Habza bir kuni onasi bilan, bir kuni dadasi bilan, yana bir kuni akasi bilan bog'da va bog'ning orqasidagi o't yashliqda ishlaydi. Akbar bilan Habza faqat yiroqdilla unsiz salomlashadi. Habza Akbarga yer ostidan o'g'irliqcha qaraydi va uning tunji uchrashgan kunida o'zining o'y fikrini o'g'irlab ketgan heliq sumbatliq yigit ekanligini bilib, ko'zlari hayajondan chaqnab ketadi. Bu ko'zlar chaqnaganda uning qoramtir chiroyiga ajoyib oq ko'ngillik va muloyimlik tusini beradi. Bu ahvol bir necha kun davom qildi. Akbar kashkicha mush atrofni agib qorong'i tushgandila asakir o'timni ketadi. At sahardila yana keladi. U yiroqdan marishib yuradigan bundoq mumkinning o'yiniga zotila chidamadi. Oxir bugun tush vaqti bilan bog'ning oldiga kelib bir tavakkul qilib ko'rmoqchi bo'ldi. Akbar bog'ning eshigini asta qiqib muloyim ovozda varqiradi. "Hurmatli tog'a, usab ketdim. Bir qat suv so'rayman." Akbar Habzini chiqishini kutadi. Allohdan shuni tilab, ichida bir narsalarni o'qiydi. Shunga yurtimi gupillab so'qib ketib-atadi. Lekin u hamisha marlab qaraydigan heliq kesaklik uydan Habza emas, uning qerisal dadasi chiqdi. Akbarning ko'ngli lassida bo'ldi. Shug'unisi talat so'rin bu odam Akbarni qo'g'ilib etmadi. Balki bog'dagi shipong'i boshlab uningga tavuz pishdi. Akbar baq kirvog'anligidan xushal edi. Endi bu yerda bir amal qilib uzoqroq o'tirishning ko'yiga tushdi. Shunga dastlab tog'dan bog'dan so'zlab, oxirida tarixchilik ahvoli, suv qisliqi, Makkadagi haj faoliyati va Jiddadagi savdo tijorat ustida parang'i tushib, chirishib ketishdi. Bu orliqda Habza 2 qatim uydan chiqdi va dadasining orqa tarafida 10 qadam yiroqlikda uni buni qilgan qiyofatga kirib olib, jon olg'uchi shahlo ko'zlari bilan Akbarga lappada qaradi. U har bir qaraganda kirpiklarini tiz-tiz qaqib, tatliqini kulimsiraydi. Avrishim bo'yi bo'lsa, naz bilan tavrlatdi. Qizning ko'zlaridagi mastona mo'ldirlash bilan muloyim kulimsirash Akbarning vujudini shurrida eritibdi. Bundaq sehrli kulki bilan, sehrli qarashlardan Akbar emas, mana degan yigitlarni tamtirab qolgan bo'ladi. Demisimi, qizning qarashlarida, hissiyotida va har bir harakatida shundoq bir kuchli ma'naviy to'lqin bor edi. Akbar hozir ana shu to'lqinning shiddatli eqinida to'xtamay chayqalayotdi. Dal shu chaqda xuddi Alloh tarafidan o'rinlashtirilgandek tuyuqsiz bir ish yuz berib, Akbarning o'shqi olchi tushdi.
Bağның bir bulunudaki qotanның işki taraqlap echilib, işki öşke bir-birini qoğulaşqınıca baqqa yugurib chiqdi. Bunu görgen Habzining dadasi ularni qo'tanga solib etish uchun o'shkilar tarafga qarab ketdi. Fursatni g'animat bilgan Akbar darhol xalqonni chiqarib asta jiranglatdi. Habza beshini ko'tarib uningga qaradi va bir necha qadam oldiga kelib, bir tip xurma daraxining daldisi turib astig'ina "Kashti quduq beshidagi dumni yilib saqlang" dedi va shu gapni qilibla yugurib kirib ketdi. Bu ikkaylarning chaqqanligidan Habsining dadasi hech narsani tuymay qoldi. U o'shkilarni qo'tanga solib etib kelganda Akbarmo o'rnidan turib rahmat aytib qo'shlashdi. Akbarning taqir yerda yon tashlab yotganiga uzoq bo'ldi. Asta-asta quyoshmi patdi. Kashki shafaqning rangbar nurlari butun vodiga yeyilib, hamma yer oltin suv yugurtgandek go'zal tusga kirdi. Quduq beshiga kelib ketayotganlarmo bara-bara ozlab atrofni jimjitlik qopladi. Habza texnik ko'rinmaydi. Akbar tit-tit bo'lishga boshladi. O Habzining bugungi jur'atidan, dadilligidan hayron bo'lgan edi. Bundaq jur'at va dadillik suygi dengizida uzib etib, holidan ketgan. Lekin yiroqdagi sohilga yetish velish uchun jon jahli bilan elishayotgan majnun sifat bir odamning jur'ati va dadilligi edi. Akbar turibla qizning kelmay qolishidan ansirashga boshladi. Kim biladi? O hissiyati o'rlagan chaqda o'zini bosolmay va'da qilib silib, keyin esidan chiqarib qo'ydimi texi. Akbar intizorlik va dilg'ulliq ichida kashki shafaqning o'zgarishini tomosha qilishga boshladi. Shafaq avval o'chiq olib bo'lmash bo'ldi. Ondan sus qizillikqa o'zgarib, yer zaminga baxmi juloliq parqiroq sho'li chashdi. Bu chaqda Akbar xiyolga shunday g'arq bo'lib ketdiki, hatto o'zini unutdi. Faqat bir kaslanchuk putining yenidan surkishib o'tgandila, andikib o'rnidan qo'rqdi. U mahalla tarafga bo'yinlab qaragan edi. Ko'z yetim yerda shafaq nuriga purkinib kelayotgan bir avrishim qomatni ko'rdi. Ko'rish bilan yuragidan zo'r bir harorat to'lqini qaynab chiqib, butun vujudini lovuldatdi. Habza quduq yanidagi tugi o'rikishdek do'nglikni nishonlab kelyotdi. Uning qo'lida ko'za, uchsida qor raqdan tikilgan aboya bor edi. Qiz Akbarga yaqinlab kelib, orliq bir qadam qolganda to'xtadi. Bu bir qadam orliq Akbarga go'yo o'tkili bo'lmaydigan cho'nqur bir hangdek ko'ngilsiz tuyulib ketdi. Har ikkisi bu orliqni bosib o'tishga jur'at qila olmayotdi. Ularni yiroq yaqindagi ko'zlardan do'ngning daldisi to'sib turardi. "Yadingizda turib, xalqal akkalganligingizga rahmat Akbar aka", dedi Habza yuzidagi lechakni ochmay. Lekin uning ovozi hayajondan titrab chiqyotdi. "Rahmat deyishlik yo'q Habza. Siz qabul qilsingizlar, men xushal", dedi Akbarni titrab turgan qo'llari bilan xalqani uningga uzatib. Qiz Akbarning qo'lidan xalqani oldi. Ko'zni yumib ochmoqchi bo'lgan shu daqiqada ikkisining qo'llari bir-biriga tegib, go'yo o'tliq bir iqim yuraklarini ko'ydirib o'tgandek bo'ldi. Har ikkisi muhabbat degan shumidi deb o'yladi. Agar muhabbat degan shu bo'lsa, haqiqatanmi ularning vujudida hissiyot, hayotiy kuch deganlar hech qachon bugungidek kuchli va cho'nqur bo'lmagan edi. Muhabbat bu nima degan yaqinlik, go'zal, oliyjanob so'z-a? Lekin buni hech kim tushunmaydi. Hech kim uning tagiga yetgan emas. Shundoq bo'lishiga qaramay, hamma odam hamisha uni tilga oladi, shu to'g'rida so'zlashadi. Shu topda balog'atga yetgan ikki yurak ana shu muhabbat o'tida kuyayotdi. Yengil uyg'ongan bu tunji muhabbat ham shirin, ham azobli edi.
Habza qo'liga olgan xalxalni ko'rish uchun yuzidagi qora chumbarni qiya qayirdi. Akbar uning puraklagan g'unchidek yuziga va chaqmoq kirpikli ko'zlariga qaradi. Qizning ko'zlari nihoyat tiniq, chiroyli ham yaqinliq edi. Bu ko'zlardan Akbar burun his qilmagan sevgi vafo, mehr shafqat degandek pok ham lazzatli narsalarni ko'rgandek bo'ldi. Uning yigitlik tuyg'usi uyg'ongandan beri tunji qitim mana shunday chiroyli, jalbkor ko'zlarni ko'rishi edi. Shunga hozir Akbarning ko'z oldida ajoyib yangi bir dunyo ochilgandek. U bu yangi dunyoning go'zalligidan, rohatidan tunji qitim huzurlanayotgandek bo'ldi. Men quduqdan suv elib tezroq ketmasam bo'lmaydi, dedi Habza mengishqa tamshilib. İkimizning turg'ini biroz ko'rib qolsa, sat bo'ladi. Habzining so'zlari shunday yaqinliq, sodda va xuddi ko'zlariga o'xshash uyatchan edi. Lekin Akbarning qizdan ayrilg'usi yo'q edi. U oldiga yarim qadam chamdab, boyiqi bir qadamlik fangni zo'r g'ayrat bilan qisqartdi. Va xuddi dirg'ab ketgan qo'shqardek asabiylik bilan Habzining qo'liga esildi. Qiz dastlab cho'chib andishdi. Keyin Akbarning muloyim, itoatchan ko'zlariga qarab besqiga tushdi. Lekin qo'lini Akbarning o'tda qizib ketgan olqinlari orasidan tortib olishga urinib, nazokat bilan to'lg'andi. Ammo Akbar uni qo'yib bermay, asta o'ziga tortib edi. Habza angsizlik bilan atrofga alanglab qarab, "Yo'q, Akbar aka, yo'q, unda qilsak gunoh bo'ladi. Haqlar ko'rib qolsa, cho'ng balog'i qolamiz", dedi pichirlagandek zaif ovozda. "Qaysi haq? Hech kim ko'rmaydi", dedi Akbarning atrofga sagib qarab. "Bor", dedi Habza va ko'zi bilan arshi a'loni ishora qilgandek bir xil itoatmanlik tuyg'usi bilan qo'shib qo'ydi. "Alloh bor, ustimizga qarab turdi." Ular shu topda go'yo kuchli magnit maydoniga kirib qolgandek bir-biriga qattiq tortilib, besilg'usiz tashnolik ichida tursa-mu, lekin yana qandaqdir bir sirli kuchning ta'siridan o'zaro qo'shilolmay ikki qutbli holatida turadi. Akbar Habzining pok sabiyligidan suyundi. Hayo va e'tiqodiga qoyil bo'ldi. Shuni u qizning yengil titrab turgan yumron qo'lini qo'yib berib etib, mundoq dedi: "Habza, mayli arsh aladin, mayli Tayyid saradin vahiy kelsin-mu, men sizdan ayrilmayman. Buningga Alloh guvoh bo'lsin", dedi Habza osti pichirlab. Shu topda Habzining qo'lini tutib, uning bilan yolg'iz qolgan Akbar butun dunyoni unutdi. Uning xiyolidan savdo, pul, dada, qo'rqish va hayot deganlar butunlay g'oyib bo'lgan edi. Akbar shafaq o'chib, asta-asta gugumlashayotgan mush qisqa daqiqalarda kunlar bo'lib so'zilishni, bir-biriga intilib turgan ikki ruhning mush tariqada mangu ayrilmay qo'shilib ketishini dahmu arzu qiladi. Lekin turmush shafqatsiz edi. Habzining Akbar bilan bundan ortiq turishiga amali yo'q edi. U yig'ini jur'at qildi, qaramliq qildi. Agar ota-ona urug' tuqqanlari Akbardek bir yot yigit bilan yolg'iz turganligini bilib qolsa, uning putqulni chekib etishdan yanmaydi. "Xo'sh Akbar aka, men mangay", dedi u Akbarning olqonlaridan qo'lini asta sug'urib. "Kashkirvatidi, ayol qolsam bo'lmaydi." Qiz larson tavrinib quduq tarafga mangdi. Akbar uning orqasidan qarab, "Yana ko'rishalamdiq, qachon?" deb so'radi miskin ovozda. "Xudo buyursa yana ko'rishimiz", dedi qiz orqasiga yerim qayrilib. "Men har kuni mush quduqqa suvga chiqaman." Habza ko'ziga suv oldi
va nihoyat tezla ko'zdan g'oyib bo'ldi. Akbar atsi yana shu yerda saqladi. Ko'k taxayni quduq atrofidagi quruq cho'pdagi qo'yib yutib, o'zi do'nglikning daldisida Habsini kutib yotdi. Habza bugun tungidan burunroq keldi. Ular yana shu do'nglikning daldisida ko'rishdi. Ikkisi eg'ir sukunat ichida xeyligacha jim turishdi. Orada faqat so'ygula unsiz nido qiladi. Bugun ularning orliqidagi heliqi bo'shliq yana bir g'irish qisqardi. Endi ularning tiniqlari o'zaro aralashib, yurak so'qishlari bir-biriga anglanib turadi. Ular 3 kundan keyin yana shu yerda uchrashdi. Bugun Habza uchisiga heliqi zangar ridoni yepinib, yuziga lechak ortib olgan edi. Akbarning xiyol ekranida yeshillik olimi bo'lib saqlanib qolgan bu tunish rida Habzini Akbarga texmi chiroyli, texmi yaqinlik ko'rsatdi. Demismi, u bugun xuddi loli guldek ranglanib ketgan edi. Shunga Akbar o'zini tutolmay, ixtiyorsiz holda Habzini quchoqlab oldi. Habza qo'rqqandan atrofiga alanglab qarab, o'zini qochirishga urindi. Lekin Akbar uni qo'yib etmadi. Balki uning lechkini qayirib, mangziga, og'ziga va ko'ziga orqa-orqadan suyib ketdi. Habza dastlab aloqsadi bo'lib titirlagan bo'lsa-mu, keyin yosh yigitning pok va o'tliq suyishlaridan behushlanib, mana shu minutdan boshlab Akbarga salma, kaslanchuklar o'qilgan bu qaqas, issiqgar, boshqacha go'zal va yaqinlik tuyulib ketdi. Tova, ilgari u bu yerlardan o'tganda, nechqa bu go'zal manzaralar ko'ziga cheliqmagan bo'lg'aydi. Dunyo bugun mushu daqiqadan boshlab yangi tus oldimi yoki Akbar o'zgarib, uningda boshqa ko'zlar paydo bo'lib qoldimi? Mana bu muhabbat edi. Odam uningga mubtalo bo'ldimi bas. Xuddi o'z erkini, aqli hushini yo'qotgan Majnundek reallikdan qochib, xiyolparastlarga aylanib ketadi. Uning nazaridagi hayot, uning xiyolidagi dunyo butunlay oshiq-ma'shuqlarning rohat farog'atiga to'lgan. Azobdan, hijrondan, malomatdan xoli darvishlar dunyosi bo'lib qoladi. Bu dunyoda so'yish, kuyish, go'zallik va sevg'inishli bo'ladi-ki, undan boshqa hech qanday hayot deshivorchiligi bo'lmaydi. Ular bugun shu muhabbatning talli kuch bilan suyishdi. Suyishgandimi uzoq va tatliq suyishdi. Bu Habsining hayotidagi eng shirin ham eng xatarli minutlar edi. Chunki u minglar mobaynida kuch ko'rsatib kelayotgan muqaddas diniy axloqqa va taqvodor oilasining buzilmas qoida nizomlariga botirlik bilan qarshi chiqqan edi. Bu xuddi yangi tug'ilgan mo'zay yo'lvasdan qo'rqmaydi degandek, qalbiga kir qo'nmagan yosh, jo'shqin bir qizning yuragidagi erkin muhabbat uchun o'zini beg'ishlashi edi. Inson ruhi asaldan ziddiyatlik to'ralgan. Har xil diniy amr-ma'ruflar ishlarni fazilatli qilish uchun tuzilgan bo'lsa-mu, ammo u hamisha kishilarning gunohini oshirib turadi. Bu amr-ma'ruflar qachonki kishilarning manfaatiga, ruhiy dunyosiga taqashgan vaqtda kishilar uningga osiylik qiladi. Akbarning Habsining hozirgi ahvoli dal ashundaq edi. Ular hamma narsani unutib, bir chekka qayirib qo'yib, barliq kuch bilan o'z muhabbatini, erkini va kelgusini izlayotdi. Bu yo'lda duch kelgan har qanday yoshirin va oshkora to'salg'larni bosib o'tishga har qachon tayyor edi. Shu taqda ularning yuragida xuddi portlash oldida turgan magma qatlamidek yoshirin bir cho'qan hukmron edi. Shu kun kechacha Akbarning uyqusi kelmadi. Boshqa kunlarda o'qisila xultib qo'ydigan oyatlarni bugun uni hatto asli tanmadi. Akbarning o'rnidan turib, Ka'ba oldida samo salg'isi, g'azal to'lig'isi, ovozini qo'yib xandan urib kelgisi kelyapti.
Onun kuyuvatkan muhabbetli yüreki zadili jim turalmadı. Әтсі Әкбар яны tetik ruhluk o'rnidan turdi. İbni Əsakir bilan billi naştılık yedi. Bu günlerde buvay onunğa öz oğludu çare amraq bulup kalgan edi. Әкбар, men sezdim, gecece oğlumudum, dedi Sərgək buvay naştılık kılıp atkanda. Nim boldu, ben hoşal görünüsen go. Özümce bu, dedi Ekber hiç bulmagan adamdek kıyafetki kirib elip. Söz ticaretim yaxşı bulup atıdı, men şunun oxşal. Ekber yürek sırlarını bu ayga etiştin özünü tarttı. Kəpə kiçik bulğanı bilen bu yerde bulup turduğan gep sözler çoğu idi. O texi ayığı çıkmagan işinin yurtqa yeyilip birer palaketki yoluqıp gelişidin ənsireydi. Ekber'nin nazarida muhabbet en sırlık, en yekigani şahsi iş idi. Bu ay artıq gap qilmay miyiqqidi kulib qo'ydi. Lekin uning kulkisida Ekber'ning o'zidan pinhon tutgan yurak sirini bilib olganligi mana mendab chiqib turadi. Demsimo 70 yillik hayotida talay ishlarni ko'rib, talay qismatlarni beshdan kechirgan, yilg'icha yiroqda qolgan danlash bolaligini, nur va haroratga to'lgan yigitlik tonglarini seg'inib eslaydigan, ko'ngli toza, yurak tuyg'un bu boy xili kunlardan buyon Ekberning turmushidagi o'zgarishlarni sezgan va uning ishq deb ataladigan bu dardu balo ko'chisi qadam bosganligini bilib, ko'ngli ham suyungan, ham ansirash ichida qolgan edi. Oğlum, ağzın sırını yoşurgan bilen közlerin allaqacan eytip verdi, dedi buvay Ekberge atılarca mihribanlıq bilen. Desem demisem sen işik koçsığı kerepsen. Akşam bir kızının ismini toğlap jölüdün. Men bu kızını tanıyman. Pəxəs bol oğlum. Bu koca bexatarlik. Buvay ulu kiçiktindi. Qo'lidagi hijir tabaqni dasturxonga qo'yib, yana uhsindi. O mush qisqali gapni qilib, o'zining yuragidagi ko'ni bir yerni qattiq tirnilayotgandek edi. Ekberning taqdirini o'ylab, ko'zlari munglangan, ammo qalbi yesidashliqqa to'lgan shu daqiqada buvayning ko'z oldidan ashkol ishlar qayta o'tgandek bo'ldi. Buningdan yarim asr burun Asakir buvayning o'zidan 1,5 yosh kichik bir inisi ishq o'tida kutilmagan fojiaga yo'liqdi. O chin ko'ngildan yaxshi ko'rgan qizi bilan ochiq oshkora murod maqsadlariga yetolmay oxir yurtini tashlab qochganda, yo'lda tutilib qilib, har ikkilisi zinoxo'r degan batnom bilan chalma kesak qilib o'ldirilgan edi. Bu chaqda Asakir Makkada hammonlik qilib atadi. Bu mudhish xabarni anglab yurtga kelganda, bechora inisining qantalash bo'lgan tini allaqachon yerlikka qo'yilgan edi. Yiroqda yurib, bir tuqqan qarindishining jiniga ora bo'lolmaganlik uchun uning yuragiga cho'nqur bir hasrat nadomat o'rnab ketgan edi. Bu unutulsiz fojianing endi kelib o'z o'g'lidek yaxshi ko'rib qolgan oq ko'ngil, o'qimishliq musafir bir yigitning turmushida qayta yuz berishini u zodila ko'ngliga sig'dira olmayotdi. Shunga Ekberga ashundoq tarixiy fojialar va bu yerning shariat ahkomlari to'g'risida oz to'la so'zlab uni ogohlantirib qo'ymoqchi bo'ldi-yu, yana turibla bu fikrdan yolpaydi. Chunki turmushga amdil qadam qo'ygan, qalbiga tex kir qo'nmagan sadda bir yigitning sabiy yurgini undaq mudhish gaplar bilan mujib vahimaga selib qo'yishni xohlamadi. Shunga u Ekberning mayusunib jimjit o'tirgan turqiga qarab, "Sen aqlliq bola, qanday qilishni o'qdan bilasan", dedi uning ruhini ko'tarishga tirishib. "Ish qilib ehtiyot qil o'g'lim. Yo'lingda yılan çayalları köp. Yuşuru neşter urup koymusun."
Akbar buvayning ichkuyarlik bilan aytgan samimiy nasihatiga rahmat aytdi va nashtadan keyin yo'l tayyorligiga tushdi. Bu qitim u Makka bilan Jiddaga berib bir necha kun ichida yangi mollarni akkalmoqchi bo'ldi. Akbar buvay bilan xo'shlashib Ka'badan chiqqanda sharq oshqizil rang bilan bo'yalgan edi. Anlavatqaninglar biri qutordan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. 7-bob. G'oyib bo'lgan ma'shuq. Güzellikning qudrati dunyoning hamma yerida o'xshash. Ayollar o'zidagi mana shu go'zallik bilan hamma yerda qudratli bo'lishga tegishli. Lekin tangdoshsiz qudratga ega bu go'zallik ba'zida odamga baxtdan ko'ra baxtsizlikni, rohatdan ko'ra azobni, yo'rug'likdan ko'ra zulmatni ato qiladi. Habza haqiqatan chiroyli lavan qiz edi. Uning mastona qarashlaridan, tatli qiliqlaridan Akbarni chin yurkidan yoqtirib qolganligi chiqib turardi. Lekin Habza o'zini Akbarni baxtli qila olmaydiganligini zodil xiyoliga keltirmaydi. Chunki u o'z taqdirining xo'jasi emas edi. Balki ota-onasining qo'lidagi chiroyli bo'yim, a'tiborli mal edi. Habza kunlarning birida birdamlik yang savdosi bilan kimlargadir setilib, azaldan ko'rib baxmagan birsining xotini yoki to'qli bo'lib ketishni xiyoliga keltirmaydi. Hozir uning vujudida hissiyot, aql idrokdan g'olib edi. Shunga boshqa ishlarni o'ylamaydi. O'ylashni xohlamaydi. Uning xiyolicha muhabbat sharobidan mast xush bo'lgan bunday kunlarda Habzidek nazokatlik, sohib jamol qizning baxtiga qora sanagan har qanday odam o'g'ir tosh, qo'pol, devidek maxluqqa aylanib ketadi. Akbar bu qitim kelganda qizga bir tizib marvoyib mazanga sovg'a qildi. Habza uni xushalliq va xijillik ichida qo'liga elib, hirismanlikka to'lgan ko'zlari bilan rahmat aytdi. Ular kunda degidek yana quduq beshida do'nglikning daldisida uchrashib turdi. Garchi vaqt qisqa bo'lsa-mu, lekin bak shirin ham ma'nilik edi. Akbar uni bir kun ko'rmasa ko'z oldi qorong'ulashgandek, zulmat ichida qolgandek his qiladi. Sevgiga, mehr muhabbatga to'lgan kunlar uzargan sari qizning ruhi va jismi go'yo ixlosmand kishilarning sajdagohidek Akbarning hamisha tavob qiladigan tavobgohiga aylangan edi. Akbar bugun tushdan keyin ko'k taxayni o'tqa qo'yib etib, do'nglikda Habzining yo'liga qarab yotdi. Chunki 3 kundan beri uni uchirtolmay qattiq betoqat bo'lgan edi. Havo issiq edi. Butun yer quyosh taftida hüpüldab qizib ketgan edi. Yurtini o'rab turgan qaqas cho'llikdan ko'tarilgan sarab yiroqdan qaragan kishiga xuddi bepoyon dalada ko'ajab, do'lqinlab eqiyotgan o't daryosidek ko'rinadi. Akbarni yurtida ko'yayotgan ishq o'ti bilan beshi ustida yelinjab turgan quyosh tafti birlashib, kavobdek qizib o'tgan edi. Lekin u buningga parvo qilmaydi. Go'yo vujudi cheksiz kuch-qudratga to'lgandek, ruhi yuksaklikka intilib urg'ib turgandek, shundoq jo'shqin ham tetik edi. Sevgiga to'lgan qalbidan ajoyib yolqinliq bir nido ko'tarilib, bu go'zal xilvat vodining hamma bo'ling pushqoqlargacha taraydi. Bu yer insonlarning tunji muhabbati boshlangan muqaddas zamin emasmi? Odam oti bilan havo ona muj zamin, muj tuproqda juftlashdi. Ularning pok va o'tliq muhabbatidan odamzod paydo bo'ldi. Ular dunyoga go'zallik, ovatlik, mehr muhabbat elib keldi. Mening tunji muhabbatim mana shu muqaddas zaminda boshlandi. Shuni u ona sutidek pok, mush tuproqdek issiq.
Mənmi muşu mübarək zımında həbzi bilan cüplüşüb, güzel keləcək yarataman. Mana şundaq kuch və aqida bilan ruhlanğan Akbar issiqqa, ufsuzluqqa və yaman gözlərinin zahir xaldi nigohlariga parvo qilmay, ko'zini abdiyondan beri yo'ldan uzmadi. Nazirini habsi keladigan yo'lga tikib, majnunlarcha kutib o'tadi. İki tal yog'och bilan soydan qilib olgan ko'ngliki uning beshini kunning qiziq taptidan to'sib turadi. Akbar pat-pat yenidagi suvdandan isib qolgan ilmon suvni o'tlab, tashnoligini besib turadi. Akbar ko'z oldida daliyib yotgan tuptuz cho'l dalining qop o'ttirsida xuddi bir sehri kuch bilan paydo bo'lib qolgandek ko'rinadigan yurt mahallalarga qarab, o'zining 2 oydan beri yipsiz bog'lanib, bu ovat yurtning faxriy puhrasi bo'lib qolganligini esladi. Yurt xalqi uni haqiqatan yaxshi ko'rib qolgan edi. Nega bormisun, sadda, oq ko'ngil dehqonlar uni hurmatlaydi. Tapqinni bilmaydi. Ummo ulardan hech narsani oymadi. Mollarini baho talashmay sotdi. Puli yo'qlarga nesiy berdi. Ular nimani talab qilsa, shuni Makka jiddalardan erinmay akilib berdi. Akbarning bu yurtda kirmagan uyi, ornamagan mahallasi qolmadi. U bu yerda bağcanlab o'sib ketgan xorma bonjalliqlarni ko'rib, yurtidagi salqin havoliq daraxtzorliqlarni eslab ketdi. Necha yerga so'qpi qo'yilgan 7-8 paxshilik anjan tamliq qo'ruqlarni ko'rib, yurtidagi shirin shekar mevlik bog'voronlarni o'ylab ketdi. Gerçi bu yerdagi dehqonlarning tili, rang ruhi o'xshashmasimi, lekin ularmi yurtidagi dehqonlarga o'xshashla sadda, yavaş, kajdalay edi. Mushu dehqonlar bilan bir umr yashab kelishga rozi edi. Chunki habza tug'ilib o'sgan bu yurt uningga ona yurtidek suyimlik va yaqinlik tuyuladi. Quyosh g'arbga qayrilgan bo'lsin, lekin uning tapti yonmagan edi. Akbarning badani kuyib, chimudashga boshladi. Suvdandagi suvmo bargan sari isib, tashnoligini bosolmaydigan bo'lib qolgan edi. Issiqdan, ufsuzlikdan bearam bo'lgan Akbarning ko'z oldida ixtiyorsiz yezida o'ynab o'tgan kunlar keldi. Mana ikki tarafi jigda va ziriq chatqonlar bilan qoplangan salqin yezi yo'li. Jigda shoxlari orasidan bo'z turg'ay, tomochoq, vinjilgan qora qushqashlarning yaqinliq sayrashlari anglanib turadi. O'ng tarafdagi kichik o'stangning guldirmasidan qizg'ush layqa, suvni bujg'un chashirtib charqirgan ovozi keladi. U yerda ko'p yalang'och yezi bolalarining ba'zi cho'milib, sakrishib o'ynamoqda. Ba'zi yo'l bo'yidagi ashmi qum ustida o'zini optab qoqlab yotmoqda. Bularni ko'rib, Akbarning suvga cho'milgisi keldi. U o'stang bo'yiga kelib, kiyimlarini yarim yart silibla guldirmiga sakradi. Vah, nima degan rohat, nima degan huzur. Akbar ko'zlarini yumib, o'sha g'oyibona huzur halovatning uzoqroq davom qilishini o'ylab, birpas jimmida turib oldi. Shu chaqda kutilmagan bir vahima uningda yaqinlashib qolgan edi. 3 yigit orqa-orqadan yopirilib kelib, xuddi tapqa etilgan quzg'undek Akbarni chil bosmoqda bo'ldi. Kimni saqlab yetyapsan, makonsiz kelgindi? Dilqut xazinasi, dedi yigitlarning birisi masxir aralash zardi bilan. Yana birisi darhol uning quloqni soldi. Abzining oshiqimish dexe, o'q o'limtik. Qizlarni ozdirib, nashoya ishlarni qilish shariat gunohi kabir bo'ladiganligini bilmamsa? Bo'znaxon ebmanglar. Dedi 3-yigit jiddiy talaffuzda. Zinaxorlikni qanday bo'lganligini bilib baqsin. 2-yigit Akbarni so'rab quduq beshiga keldi. U yerda bir tub araq darxi bor edi. Ular uning dumbisini daraxtga chaplab o'ri turg'izdi va chibi org'amchi bilan aylantirib daraxtga bog'ladi.
Sen günahını bilemsen? Dedi yigitlerinin arasındaki bəstlik, gecik çaşlıq birisi Ekber'nin aldığı deveylep gelip. Sen, soğudu setkanı çıraylık çıkılmay, neyim için bu pak tıprakta şeriyetka karşı naşayan işlerini kılısan? Ben hiç kandak naşayan işler kılgınım yok. Dedi Ekber katlilik bilen. Allah guva, ben pak. Rasiydi bolgan kız bilen körüşüş, namahremlik emas mı? Dedi helik yigit. Sen Abzi'nin beşini aylandırıp, muş kuduq beşide xufyanı körüştün. Bugün mu şunu saklap yattın. Bu çoğun günah bolmay nime? Ekber bağlaqdan boşanmakçı bolgandek yolqunup durup barqıradi. Ya! Bunun nemesi günah? Ben Abzi'ni ölsünümdek yaxşı görmem. Biz adetki türlü körüştük. Sen ölüm günahı! Dep barqıradi, yeni bir yigit qo'lidagi yo'g'on chalmini Ekberga g'azab bilan etib. Şeriatning hukmi shu. Sana o'xshash fasik zinoxorlar chalmi kesak qilinishi kerak. Aytinglar, uni chalmi kesak o'ldirib deydi. Shu gap bilan tang ular 10 qadam orqaga chekinib, atrofda chechilib yotgan tosh chalmilarni yig'ib, bas-bas bilan Ekberga etishga boshladi. Kuchlik, bejirim yigitlarning otgan tosh kesaklari xuddi o'q yodek vijildab kelib, Ekberning bosh ko'zlariga tegishga boshladi. Birdandila uning yuz ko'zlari yorilib, ishib, badallari ko'kirib ketdi. Ekber jon ochiqida Xudoga nola qilgandek varqirashga boshladi. Meni qutuldiringlar, men o'z bo'ldi. Men zinoxor emas, men gunoh qilmadim. Ekberning nola faryodiga hech kim quloq solmadi. Uning miskin ovozi issiqdan yo'pildab turgan pinhon cho'l qo'yniga singib ketdi. Bundaq mudihish ishlarni o'yin qatorida ko'rib odatlanib ketgan nodon talvi yigitlar xuddi mushuk o'yin chashqonga qiyin degandek Ekberning azob ichida to'lg'inayotganligidan rohatlanib ko'rib, tosh chalmalarni texmi shiddat bilan etishga boshladi. Ekberning ko'ziga qorong'uchilik tiqildi. Shu qorong'uchilik ichida u o'zini go'yo tuy yo'qqanga mo'llaqlab tushib ketayotgandek, turibla besh qattiq bir narsaga tegib, sirqirab og'irgandek, tushib ketayotgan qorong'u bo'shliq barg'an siri tarlishib, uning butun badanini zulmatli bir narsa qattiq siqib qiynayotgandek, yaqinsiz, qo'rqinchli bir tuyg'u ichida sezdi. Bu tuyg'u Ekberning qardan chiqishiga boshlagan nervlarga nihoyat ojiz signallarni yetkazib, Ekberni o'lim vahimasiga selib qo'ydi. O'lim degan shumudir. U mo'llaqlab tushib ketayotgan tuvsiz qorong'u bo'shliq go'r lahat o'xshamamdi. Ekberning badallarini og'ritib, jinini qoqishtirayotgani Azroilning qo'li ekanda. Voy xudoyim-ey, u mushundaq nom-nishonsiz o'lib ketamdi. Ekberning qalbidagi pok, yolqinlik muhabbatdir. U muhabbatning kuchi uni bir emas, bir necha o'limdan saqlashga yetadi. Odam oti bilan havo ona qiyni. Ular bu dunyoga sevgi muhabbatning urqini chechib qo'yib, o'zlari nega ketdi? Ekber bilan Habza o'sha sevgi muhabbatdan to'ralgan yeni avlodlar emasmi? Ular nima uchun o'z avlodlarini bundoq jaholatdan, bundoq shafqatsiz azobdan qo'g'dab qolmaydi? Yo'q, men o'lmayman. Men yashayman. Ekber go'yo heliq tuvsiz qorong'u zulmat ichida chaqnab turgan kichikgina bir nur yorug'likni ko'rgandek ruhlanib, azob ichida ingrashga boshladi. Meni tortib olinglar. Men bu yerda turmayman. Dada, Habza. Shu chaqda Ekberga tegayotgan tosh kesaklar tuyuqsiz to'xtab qoldi. Ekber ig'irlashgan beshini sal ko'tardi. Yerilib, ishib, qon uyutmalari qetib qolgan qopiqini ta'sida midirlatib, ko'zini yerim yarti ichib qarvidi, butun badani bilan o'zini to'sib, qalqon bo'lib turgan mardona bir gavdani ko'rdi. Bu ibni Asakir edi. Buvay o'ziga tegayotgan chalmi kesaklarni qo'llari bilan arvang-sarvang to'sib orqaga "O'xtanglar, bolalarım, begunoh odamga zulm qilmanglar. O'zinglarga hay beringlar. Kim uni begunoh deydi?"
dedi heliqi gijik chash yigit qo'lidagi sanga mushtaq chalmini etishga tamshilib. O zinaxo'rlik qilib yurtimizni bulg'idi. U o'limga loyiq. Siz yer turing buva. Bu orliqda quduq beshiga yiroq yaqindan odamlar yig'ilishga boshlagan edi. Asakir buvay o'ruq, ammo mehribon gavdasi bilan Akbarga aytilayotgan tosh chalmalarni to'sgan holda kishilarga qarab so'zlamoqda edi. Jamoat, bu bola bizning dinniy qarindishimiz. Xorijiy bo'lg'achqa bizning shariat ahkomlarimizdan xabari yo'q. Shunga bundaq chalni kesak qilib o'ltirsak uvol bo'ladi. Heliq yigit o'zlarining ishini rast qilish uchun tushma-tushdan varqirashga boshladi. Nima ish qilib bo'ladi? U degan zinaxo'r. Xorijiy bo'lsa nima bo'pti? Shariat qonuni hammaga o'xshash. Unda zinaxo'rni chalni kesak qilish kerak. Ularning olitag'il varqirashlari besqish bilan Akbarning zaif ammo ishonchga, samimiyatga to'lgan ovozi asta ko'tarildi. Men zinaxo'r emas, qarindoshlar, ulug' Qur'on Karimning nomi bilan qasamki, men zodiliq zinaxo'rlik qilmadim. Ustimizda Alloh guvoh, men ishoninglar. Men ishonaman. Ben onun zina qilmaganligiga qodir Alloh oldida kepil bo'laman. Dedi Asakir buvay ikki qo'lini osmonga ko'tarib turib. Jamoat orasida g'ulg'ula paydo bo'ldi. Bu yerga to'plangan kishilarning hammasi degidek Asakir buvayni hurmat qiladi. Akbarni bo'lsa yaxshi ko'radi. Ular bir necha oylik ilm berim jarayonida Akbarning lavzi halol, ko'ngli oq, tili durust yigit ekanligini ko'rib ketgan edi. Hozir ular o'tirsidagi mana shu ruhiy yaqinlik bilan bir-biriga bog'langan nozik dil rishtasi o'z kuchini ko'rsatdi. Uning ustiga Ibn Asakirdek umrida nurg'un xolis va xosiyatli ishlarni ko'p qilib, yurtda yaxshi nomi chiqqan mo'tvar odamning Alloh nomi bilan uningga kepil bo'lishi jamoatning Akbarga nisbatan texmi cho'nqur hissidoshligini qo'zg'adi. U yer bu yerdan haqqoniy sadolar ko'tarildi. Zinaxo'rlikning dalili qili? Rost, uni nohaq jazolamayli. Qisos qaytidi. Jamoatning kayfiyatidagi bu jiddiy o'zgarish Akbarni toshburon qilib uchirib etmoqchi bo'lgan heliqi uch yigitning bir-birla hayvisini sundirib qo'ydi. Ular amalsiz qo'llaridagi tosh chalmalarni neri tashlab bir chetga chiqdi. Bu uch yigit mushu yurtdagi nochi danboshlar edi. Tamamı qo'lga bar degandek, Akbar bilan Habsining uchrashishi har qancha maxfiy bo'lsa-mu, vaqt uzargan sari kishilarning ko'zidan qochib qutula olmadi. Ularning pak so'ygiga to'lgan samimiy, durust uchrashishlari shariat ahkomlariga sodiq bu nodon kishilarning nazarida hamon nashayon ishlar qatorida sanalaverdi. Vaqtning o'tishi bilan bu xil mishmishlar kuchayib, oxirida qo'rqinchli so'z cho'chakka aylanib ketdi. Bundan xabar topgan Habsining ota-onasi qizi qattiq koyidi va turibsizda uni uyga band qilib qo'ydi. Yosh qiz bundoq shafqatsiz zarbiga bardoshlik bera olmay, uyqudan, ishtihodan qilib, og'rib yetib qoldi. Beliqut shirkatida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Ahad Turdining Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Sarson ruh nomli romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atga anglatishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangdagi har qaysi Xinhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni sotib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.